Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Barchalaringizga juma ayyomi va Qurbon hayit bayrami muborak bo'lsin. Mana yana bitta uyimiz xudo xolasa bitish arafasida. Bu uyimizni qizil rangda ishladik. Qizil endi bardoviy rangda. Bardoviy deydimi, gilos rang deydimi, chereshni rang deydimi, nima desa qilib shunaqa rangda ishladik. Deraza atroflari sariq rangda bo'ldi. Eshik atroflari ham sariq. Tepa qismi ham, karniz qismi ham sariq g'ishtcha fasonda ishladik. Xo'sh, sokul qismi kafel bo'ldi. Ana yopishtirish jarayoni, ustalarimiz yopishtirishda davom etyaptilar. Ana shuna ozginagina joyi qoldi. Hozir yonlariga chiqib yopishtirishni ham ko'rsatib beraman. O'nta 15 ta g'ishtni yopishtirgandan keyin обязательно ana shunday katok qilish kerak. Yaxshiroq yopishishi uchun. Mana kilelash. Mana bu katokchada ozgina kilesini olib, mana kilelab katta ustaga beradi. Katta usta olib mana shunday yopishtiradi. Qiyin ish emas. Mana qo'lda shablon, mana shofi bir xil bo'lishi uchun qo'lda shablon bilan regrovka qilib ketaveradi. O'nta 15 ta yopishtirgandan keyin bitta yuzdan rezinoviy valik bilan katat qildiradi. Ortiqcha havosi nimalar chiqishi uchun. Mana shofiniga e'tibor qilasizlar tergan vaqtda ustalar. Mana 1 sm, ana hozir 1.2 bo'ldi. 1 sm 2 mm dan bo'ldi. Uzoqdan juda chiroyli ko'rinyapti. Ayrimlar aytadi, shofini mayda qo'ysa nima bo'ladi, katta qo'ysa nima bo'ladi deydi. Mana 1.2 qo'yilgan mana shu nimasi, shofi o'ta chiroyli bo'lib chiqyapti. Mana omanglar jo'naydi, nima bo'ldi? Nega? Uyga emas, masjidga. Chamagan. Xudoy bo'libdi. Kim bo'libdi? Mansur. Kaziroklarning tepasi polikarbonat edi, uni yechib oldik. Endi ish bitgandan keyin polikarbonatini qo'ysak, xudo xolasa yanada ko'rk ochiladi. Bunisi ham shunday. Mana bu tomonlari bilan aylantirib
Quyoshda mana shunday yaltirab blesk berib turadi. Endi u o'zi telefonda ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim, lekin quyoshda blesk berib turibdi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.